Shirin. Voy. Haliza, yaxshi o'tdingmi? Endi biz birga o'qiymiz. Bilaman. Ketdik. Temiti chiqarib yuboringlar tezlashib 4 o'nda bo'ldi ha. Yaxshi. Be Samanda, qo'lni tasha. Tepada ishlaysan bugundan boshlab. Hop. Menga talabalik yoqdi. Menga ham. Portlatibdi-ya internetni, qarang-a. Obbo. E'tibor berma. Kiyimlari ham boshqa asar ekan. Tushunmadingmi? Aslan shu turibdir. Ha, sinfdoshlar, qallaysizlar? Oh, senga nima kerak? Voy bu, namuncha bir ahvolingdan so'ragan keldim. Sinfdoshimiz-ku axir. Yaxshimiz, rahmat. Ha, aytgancha. Rahmatjon qani? Endi yo'qmi? Oh, Yo'q. Qoch. turbatdan qozimazeni ochiraman. Mayli unda sinfdoshlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Axir qahramoninglar yo'q-ku. Anus ham pichoqlagan bola nima bo'ldi? Nima edi oti? Rahimboymidi? Rahmatjon. Rahmatjon. Nima bo'ldi? O'ldimi u endi? Men o'ldirmasam pichoqlamayman. U bizni sotdi. O'shaning uchun javobini oldi. Shirin. Kimsin?